Jinoyat ishlari bo'yicha Paxtachi tuman sudi tomonidan elektr ta'minoti korxonasi binosida O'zbekiston Respublikasining 2026 yil 22-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonuni mazmun mohiyatiga bag'ishlangan targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda elektr ta'minoti korxonasi xodimlari hamda fuqarolar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida mazkur qonun bilan kiritilgan asosiy yangiliklar, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik va jinoyatlar uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan normalar yuzasidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, korrupsiyaning oldini olish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, davlat organlari va tashkilotlarda ochiqlik hamda shaffoflikni ta'minlashning ahamiyati ta'kidlandi. Tadbir ishtirokchilarini qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarildi.